Assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz Society Ultimate degan o'yin o'ynaydigan bo'lamiz. Hozir biz kirib olaylik, undan keyin boshlaymiz. Bizda Wi-Fi salpal qotib turgani uchun 200 minut kechikamiz kirishga. Mana kiryapmiz. Biz mana kirib oldik o'yinga. Endi mana bu gruppadagi bitta odamni chaqiramiz. Men uni chaqirgunimcha u menga tashlab qo'yibdi. Mana tushiryapmiz. Hozir boshlaymiz. Komnatamizni ochamiz. Komnata emas, endi jihat. Bunda birga bir o'ynaydigan joy bor. Boshini tutamiz va boshladik. Mana biz kiryapmiz. Hozir u gruppadagi odamni biz ayirib tashlaymiz. Qarab turinglar bizni o'ynashimizni. Deagle magazin tugab qoldi, o'zi tayinlardan. Sharta qilmay Deagle'ni o'zida o'ynab turamiz. Birinchi shot yaxshi ketdi. Ikkita patronda hit tashlaganlar. Obunachilar nima bu? Hech kim qilolmagan ishni qildim men, obunachilar. Chiqmasdan turib bizga otadiganlarni otdi. U chiqdi. Hozir boshiga beramiz. Yo'q, ikkinchisida ham hech ketdi, obunachilar. Qanaqa narsa bu? Otgan o'qni bari boshga ketyapti. Endi uni orzu tanlashini kutib o'tirguncha bitta mosa qovara qolamiz. Mana ketdik. Aybdor qilmaysizlar. Maslarga endi chiqqan edim. Kecha chiqqan edim, shunga shu masani berishdi. U bola qayerda yuribdi? Biz uni kutib olamiz, chiqishini kutib turamiz. To'ta bizga ko'rinmasdan o'tdi desam, pastdan o'tgan ekan. Pastdan yoramiz. Pastdan dedim. Pastdan yoramiz. Aybdor qilganlar yaxshi qoladi bu holda. Ko'zlar ko'ra qilib tashladi obunachilar. Hozir biz uni bittada qulatamiz. Qayerda yuribdi o'zi bu? Mana tapib olaylik, o'ldiramiz uni. U orqadan chiqdi, orqadan. Aybdor qilmaysizlar, orqada o'ynay olmayman. Chiqishim. Voy, boshdan olib qo'ydik-ku. Buni qanday qilib yengaman, obunachilar? Unda biz uni mana bunday qilib yengamiz. Qaranglar. Bo'ldi, ketdik. Uni chiqadigan joyni kutamiz. Ben boshga bittada ketdim obunachilar. Aferin. Meni obunachilarim qo'ldaydi. Bu orujun otini nima ekanligini bilmayman-ku, lekin menga yoqadi.
Bu bilan ham tez o'ldiraman deb o'ylayman. Oy, set qo'ydi. Bitta obunachilar. Oxirgi raund. Bitta deganimiz obunachilar. Balkim raund olib qolarmiz. Raund berib qolarmiz. Lekin bunaqa skill bilan buni yengish oson-ku. Juda bola yangi chiqdi. Har hafta o'ynamaydi bizga o'xshab. Men har hafta video tushirishga harakat qilaman. O'lolmay qoldik-ku. Mana bunday qilamiz. Voy, nimaga o'ynamay qoldi? O'yna. O'ynamayapti bu. Boshiga voy, boshdan o'q qo'ydik-ku, obunachilar. Bu bolaning yenish juda ham qiyin ekan. Juda ham professional. Agar endikisi yengilsak, bo'lmaydi. Digl tanlash yaxshi edi. Yaxshi Digl tanladi. Endi boshini teshamiz bu bolani Digl bilan. Cho'ta bizga qattiq turib qo'yganga o'xshayapti obunachilar. Diglni o'zi yetadi bizga. Qolgan orzularni tashlab yuboraman men. Qani bu bolani kutamiz chiqishini. Boshini teshib tashlayman men bu bolani. Qaranglar, agar hozir oldimdan chiqsa. Voy, nimaga o'ynamayapti? Juda to'xtar olyapti. Bu obunachilar. Biz yutdik. Obunachilar, video shu joyda. Tamam. Buni saqlanib qilib olamiz. Video shu joyda. Tamam.